Assalamu alaikum muhtaram televizor-ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dünya Uyg'ur Qurultayı raisi Rabia Qadir xonim Şinjan xizmat yig'inining 1 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilib, o'tgan 1 yil jarayonida Uyg'ur eli vaziyatining izchil turda nacharlashib borganligini ko'rsatdi. O, mazkur yig'in chaqirilganda bo'libmi Uyg'ur elida uzun mazgil huquq surgan Wang Luchuan yo'tkilib, uning o'rniga yangi rahbar tayinlanganda Uyg'ur eli vaziyati yumishishi mumkin deb o'ylaganligini, lekin amaliyotning kutganidek bo'lmaganligini bildirdi. Rabia Qadir xonim mundaq deydi. Bu 1 yil jarayonida turmaga tashlanganlar soni aslida oshdi. O'lim jazolari yana ijro qilindi. Axborotga qaratilgan cheklama yanada davomlashmoqda. Xitoy hukumati 2009-yildagi 5-iyul voqeasidan keyin Uyg'ur elida xalqimi taraqqiyot muhiti yaratadiganligini va Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarning turmush saviyasini o'stiradiganligini bildirgan. Türkiye'deki Şarkı Türkistan ammaviy tashkilotlari Tojikiston Xitoyga qaytirib berganligi ilgari surilgan 3 Uyg'urni surishti qildi. Bu munosabat bilan 5-oyning 10-kuni Şarkı Türkistan Ma'arif va hamkorlik jamiyatidan 5 kishi Turkiya Tashqi ishlar ministerligi mas'ullari bilan uchrashdi. Şarkı Türkistan Ma'arif va hamkorlik jamiyati boshlig'i Hidoyatullo O'g'uzxon apandi bu bir turkum Uyg'urlarning Xitoyga qaytirib berilganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, Tojikiston tarafining texi buni e'tirof qilmaganligini ko'rsatdi. Uyg'urlarning inkos qilishicha, bu yil 1-oyning 8-kuni Tojikiston doiralari Turkiya fuqarosi Kamal Ömeroğlu, Reşit Ahmad, Abdulmejid Davud o'g'li qatorliq 3 Uyg'urni Xitoyga qaytirib bergan ekan. Kishilik huquq mutaxassislari 14 may Amerika Davlat Majlisi a'zolarini ogohlantirib, Amerikaning Xitoy kishilik huquq xotirasiga qaratgan tanqidi so'zi bilan cheklanib qolmasligi, uning amalda ko'rsatilishi kerakligini bildirdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Osiyo ishlari tadqiqotchisi Philip Kain Amerika Xitoyga qaratgan kishilik huquq besimining hech qanday kuchi yo'qligini eskartib, vaziyat Amerikaning bu siyosatini qayta o'ylashib ko'rishga qistamoqda degan. Sürgündeki Xitoy o'qituvchi zotlarining biri Wei Jingxin yig'inda Amerikaning iqtisodiy manfaatini deb kishilik huquq masalasida ojizlik qilayotganligini tanqidladi. 15 may Gollandiyaning Tilburg shahrida uyushtirilgan Turkiy millatlarning madaniyat yarmankasiga Uyg'urlar qatnashdi. Yarmankada bir qism chet elliklar Uyg'ur do'ppilarini setib oldi. Yarmankani Turk dunyosi hamkorlik guruhi uyushtirgan bo'lib, Gollandiya Uyg'ur tashkiloti boshlig'i Sodiqjon Kön televiziyasi muxbirining ziyoratini qabul qilib, Uyg'urlar masalasi haqida to'xtaldi. Uyg'ur, Turk, Tatar, No'g'ay va Turkman qatorliq millatlarning Gollandiyadagi jamiyat a'zolari va boshqalar bo'lib, 1000 dan ortiq odam qatnashgan bu yarmanka Tilburg shahridagi bir sayohat markazida elib berildi. 4 may Beijingdagi 30 ga yaqin Uyg'ur arzdor Xitoy siyosiy qonun komitetining oldida o'ltirilib, o'z arzlarining tezdan bartaraf qilinishini talab qilgan. Saqchilarning tavsiya va tahditlari qog'i kelmagandan keyin davlatlik arziyat idorasidan maxsus odam kelib, ularning arzini bartaraf qilish haqida va'da bergan. Ham ularni davlatlik arziyat idorasiga olib, ularning arzini anglab chiqqan. Suhbatda arzdorlardan Nurungul To'xti o'z shaxsiy arzi haqida eg'iz ochmagan. U butunlay Uyg'ur millatining norozilik hissiyoti va o'y fikrlarini bayon qilgan. Nurungul To'xti mas'ul xodimga hech ikkilanmasdan men Jungo fuqarosi bo'lishni xohlab ketmayman degan. Beijingdagi Uyg'ur da'vogarlarining soni kundan kunga ko'paymoqda. Yaqında Şarkı Türkistan Mustaqillik Kurshi nomli kitob Turkiyadagi Sutuq Bug'raxon Ma'arif nashriyati tarafidan Istanbulda nashr qilindi. Bu kitob 6 bobdan tarkib topgan bo'lib, kitobda Şarkı Türkistan xalqining 20-asrdan buyon elib borgan milliy mustaqillik kurashlari, Şarkı Türkistanning umumiy ahvoli, jug'rafiyasi va boyligi, strategik o'rni, Uyg'urlarning qisqacha tarixiy qatorliq temalarga o'rin berilgan. Mazkur kitobni Qirg'izistonda tarqatilayotgan Uyg'ur ittifoq gazetidan dam elishga chiqqan peshqadam yozuvchi Shamsiddin Abdurahim yozgan. Xitoy hukumati e'lon qilgan 6-qitimliq napos tekshirish natijasidan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur avtonom rayonida muqim o'ltiraqlashgan Xitoylar naposi 8,746,148 kishiga yetgan. Uyg'ur elida muqim o'ltiraqlashgan Xitoylar rayondagi umumiy naposining 40,1%ni egallagan. Rayondagi Uyg'ur qatorliq barliq millatlar naposi 13,67,100
86 nəfər deb e'lon qilinib, umumiy naposning 59,9%ni egallaydiganligi ko'rsatilgan. Afsuski, Xitoy hukumati Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarning ayrim naposini e'lon qilmagan. 1950 yillarda Uyg'ur elidagi Xitoy naposining 5% atrofida ekanligi e'lon qilingan edi. Uyghur rayonida Xitoy şirketleri yerlik hükümet daireleri bilan birleşip Halkımı Taraqqiyot Plani namida dehqonlarning terilg'u yerlarini setishga majburlash qilmishi bag'ancha ig'irlashmoqda. G'ulji shahridan ziyoratimizni qabul qilgan bir xonimning bildirishicha, bir qism dehqonlar hukumatning terilg'u yerlarini setib olish planiga norozilik bildirib, terilg'u yerini setishni rad qilgan. Ammo yana bir qism dehqonlar yerlik hukumat doiralarining qiziqtirishi, besimi natijasida terilg'u yerlarini Xitoy shirkatlariga setib berishga majbur bo'lgan. Bu xil ahvol dehqonlar orasida ansirashlarni ko'paytmoqda. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.